Qo'lingdan ketgan baxtga hech qachon pushaymon bo'lmagin. Ketgan narsani qaytarib olaman deb obro'yingni tushirmagin. Ketgan ketadi. Ko'p odam ketgan baxtimni qaytaraman deb obro'sini tushiradi. Bir kasalga uchraydi. Allohga qo'y, sabr qil, Alloh o'zi yana qaytarib beradi. Qizlar bilan gaplashmaylik azizlar, qizlar bilan gaplashing, taqvo qilaylik. Qiyin bo'ladi boshlanishiga. Men aytib qo'yaverib, boshlanishiga qiyin bo'ladi. Qiz bolaga qaramaslik, nomahramga qaramaslik, qizlar bilan telefonda gaplashmaslik boshlanishida qiyin, og'ir. Lekin ozgina chidab olsangiz, o'sha qiyin joyi o'tib ketsa, keyin shirini, keyin lazzat chiqishni boshlaydi. Kimlardir hayotingizdan chiqib ketsa xafa bo'lmang, xursand bo'ling. Undan ko'ra muhabbatliroq, undan ko'ra neklikroq, undan ko'ra go'zalroq bandani sizga Alloh olib kirmoqchiki, uni olib chiqib ketdi. Sababi o'zingiz so'radingizlar, Robbim meni atrofimni go'zal insonlar bilan mana xursand qilgin, sururli, huzurli, haqiqiy sodiq do'stlarni bergin dedingiz. Demakki, o'sha siz uchun kelajakda nomuvofiqdirki, noxushdirki, Alloh uni olib chiqib ketdi.